39 yoshli Serxio Ramos Italiyaning Inter jamoasini, ya'ni Chempionlar Ligasining finalchisini muzlatib qo'ydi. Interning na hujumchilari, na himoyachilari, na yarim himoyachilari, даже darvozaboni ham Serxio Ramosga qarshilik ko'rsata olmadi. Serxio Ramos o'zining ishini qildi. Gol urdi va jamoasining muhim bo'lgan bir ochkosini olishda juda katta rol o'ynadi va himoyada dahshatli o'yin ko'rsatdi. O'yinni ikkinchi taymini ko'rdim. Serxio Ramos, Lautaro Martinez, Baley-battarlar hammasini prosta tak qo'l oyog'ini bog'lab, olib borib ko'mib tashladi. 39 yoshda bu futbolchi eng yaxshi o'yinchi bo'ldi, bu o'yinning eng zo'r o'yinchisi bo'ldi. Serxio Ramos 8-1 ball to'pladi. Mana ko'rib turibsiz, Serxio Ramos 39 yoshda bo'lsa ham baribir himoya qiroli ekanligi